Javohir soch qanaqa olamiz? Sochim 3-4 yildan beri bir xil olib yuraman ustoz. Yaxtarab yurasiz. Ha, charchadim bu stildan. Ham sochimda to'kilish, ham yog'lanish bor. Shunga kaltroq, chiroyliroq yemish qilib berasiz. Sochni ozgina kaltalamasak bo'lmaydi, chunki forma yo'qolgan sochda. Birinchidan, mana bu o'rama tomoningizda siyraklash borligini hisobiga, mana normalniy to'kilgan. Oldida ham bu yoqqa tarab yurasiz-ku, mana tegida o'ramasi bor ekan o'zi tabiiy. Uni qirib tashlayotgansizda. Shuni o'stiraylik, maslahatim. O'stirib, o'zini holatiga tashlaylik sochni, qiynamaysiz. Hozir pastga tushib yuradigan qilib, cho'lkalaringizni qalinroq qilib, sal bardakroq qilib yuradigan stil qilamiz. Keyin bir 3-4 oydan keyin o'sha formaga sekin olib kelamiz. Soqollarni o'ziga yarashadigan qilib, har doimgidek yo'llarni ozgina qisqartirib, teylari, mo'ylari ham o'sib ketibdi. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Tayyorman. Qalay bo'ldi? Gap yo'q Dilmurod aka. O'ylaganimdan ham zo'r bo'libdi. Yoqdimi? Ha, o'zimga zo'r. Soch, soqol fikr qanaqa? Zo'r yoqdi. Buni o'zim ham tara olaymanmi? Uyda bemalol, ishxonangizda ham taraverasiz. Oddiy quritdim, ko'rdingiz. Matoviy voskka ishlatsangiz, bemalol mana shunday qo'lda bardak chiqarsangiz bo'ladi. Orqalari ham siyrayligi bilinmayapti. Bo'ldi, rahmat Dilmurod aka. Ijodimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, chunki keyingi videolarimiz bundan ham qiziqroq bo'ladi.